Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari va millionlar o'yini shaydolari. Butun o'zbek xalqi chorak asrdan ortiq vaqt davomida kutgan, neni avlodlarga armon bo'lgan o'sha buyuk lahzalarga sanoqli kunlar qoldi. Shimoliy Amerika yashil maydonlarida o'tadigan jahon chempionati eshik qoqmoqda. Biroq, katta to'y oldidan jiddiy imtihon bor. 2-iyun kuni Kanadaning Edmonton shahridagi Tom Monreal stadium o'yingohida Fabio Cannavaro boshchiligidagi oq bo'rilar chich mezbonlardan biri Kanada termasiga qarshi maydonga tushadi. Bu shunchaki o'rtoqlik uchrashuvi emas. Bu, jamoamizning mundial starti oldidan o'z kuchini, xatolarini va ruhiy holatini tekshirib oladigan eng so'nggi va eng muhim sinovidir. Xo'sh, terma jamoamiz ayni damda qanday holatda? Bizni guruhda kutayotgan Portugaliya, Kolumbiya va Kongo kabi gigantlarga jamoamiz tayyormi? Bugun jahon matbuoti O'zbekiston haqida nimalar deb yozmoqda? Hozir hammasini batafsil tahlil qilamiz. Keling, avvalo dunyo miqyosidagi nufuzli nashrlarning fikrlariga quloq tutsak. Avvallari O'zbekistonni Osiyodagi omadsiz grant deb atashgan bo'lsa, bugun ohang butunlay o'zgargan. Mashhur Fox Sports nashri O'zbekiston terma jamoasiga alohida tahliliy maqola bag'ishladi. Unda o'zbek futbolining yillar davomida jij ostonasidan qaytgani, biroq bu safar jamoa mutlaqo boshqa darajaga chiqqani e'tirof etilgan. Nashr ekspertlari O'zbekistonni guruhda Portugaliya va Kolumbiyaga jiddiy boshog'riq bo'la oladigan, har qanday raqibni chaqib oladigan eng xavfli debyutant deb atashmoqda. The Times of Central Asia nashri esa jamoamizning saralash bosqichidagi po'latdek mustahkam mudofaasiga qoyil qolganini yozdi. Saralash o'yinlarining deyarli 70%da darvozasidan to'p olib chiqmagan O'zbekistonni ular metall devorga o'xshatishdi. Xalqaro ekspertlarning umumiy xulosasi bitta: O'zbekiston mundialga shunchaki turist bo'lib ketayotgani yo'q. Cannavaro shogirdlari har qanday guruhdan chiqishiga qodir bo'lgan intizomli va xarakterga ega jamoaga aylangan. Xo'sh, jamoamiz qanday qilib bunday darajaga yetdi? Bu muvaffaqiyat ortida qanday kuch turibdi? Birinchidan, bu murabbiy omili. 2006-yilgi jahon chempioni, afsonaviy himoyachi va oltin to'p sohibi Fabio Cannavaro jamoaga kelgach, eng birinchi navbatda ijrochilarga Italiya futboliga xos bo'lgan temir intizom va taktik ratsionalizm g'oyasini singdira oldi. U himoyani shunday qurdiki, raqiblar jarima maydonchamiz ichida erkin nafas ololmay qolishdi. Ikkinchidan, bizda bugun dunyo darajasidagi yulduzlar bor. Himoyamiz yetakchisi, bugungi kunda Manchester City safida jahon himoyachilari elitasiga qo'shilgan Abduqodir Husanov, terma jamoaning haqiqiy tayanchi, yuragi va qalqonidir. Uning sovuqqonligi va taktik saviyasi jamoaga cheksiz ishonch bermoqda. Hujumda esa tajribali sardorimiz, Italiya seriyasi havosidan to'yingan va terma jamoa tarixidagi eng yaxshi to'purar, Eldor Shomurodov bor. Eldorning yetakchilik qobiliyati va yoshlarga berayotgan motivatsiyasi jamoa ichidagi muhitni a'lo darajaga olib chiqqan. Shuningdek, darvozamiz farishtasi O'tkir Yusupovlarning ishonchli o'yinlari bugun terma jamoamizni har qachongidan ham muvozanatlashgan tarkibga aylantirdi. Endi bevosita 2-iyun kungi raqibimiz haqida. Kanada jij mezboni sifatida turnirga juda katta maqsadlar bilan tayyorgarlik ko'rmoqda. Ularning tarkibida jarohatidan forig' bo'lib qaytgan bosh reaktiv motor Alfonso Davis bor. Kanadaliklar uchun Edmontondagi o'yin o'z muxlislari qarshisidagi so'nggi kuzatish va xayrlashuv uchrashuvi bo'ladi. Demak, ular bor kuchi bilan g'alaba uchun o'ynashadi. Biz uchun bu uchrashuv nima beradi? Kanada o'zining tezkor, jismoniy baquvvat va qanot hujumlariga asoslangan o'yin uslubi bilan guruhimizdagi ilk raqibimiz Kolumbiyaga juda o'xshash. Cannavaro uchun Alfonso Davisning tezligini to'xtatish, ichda Luis Diaz yoki Portugaliya qanot hujumchilariga qarshi qanday taktika qo'llashni sinab ko'rish uchun biz 2016-yilda Kanada bilan o'rtoqlik o'yinida to'qnash kelib, 1-2 hisobida imkoniyatni boy bergan edik. Ammo u paytdagi O'zbekiston bilan bugungi O'zbekiston o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Bugun biz revansh va eng muhimi, mundial oldidan o'zimizga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlab olish uchun maydonga tushamiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekiston milliy terma jamoasi hozirda o'z tarixidagi eng yuqori cho'qqida turibdi. Taktik tomondan shakllangan, jismonan tayyor va eng muhimi, ruhan g'oliblikka chanqoq. Kanada bilan o'yin bizga kamchiliklarimizni ko'rsatib beruvchi ko'zgu vazifasini o'taydi. Yigitlarimiz Shimoliy Amerika yashil maydonlariga shunchaki ishtirokchi sifatida emas, yangi tarix yozish, butun o'zbek xalqini ko'chalarga olib chiqib, quvonch ko'z yoshlarini hadya etish uchun yo'lga chiqishmoqda. Nuri didamiz bo'lgan o'g'lonlar, millionlab yuraklarning duosi va ishonchi siz bilan. 2-iyun kungi bahsda va bo'lajak jahon chempionatida oq bo'rilarga faqat va faqat g'alaba yor bo'lishini tilab qolamiz. O'zbekiston olg'a! Biz sizga ishonamiz.